Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir muhim ma'lumot bilan murojaat qilmoqchimanki, bu har biringizga, har bir oilaga bevosita tegishli. Buni jiddiy qabul qiling, chunki gap nafaqat moliyaviy barqarorligingiz, balki qonuniy huquqlaringizni himoya qilish haqida ketmoqda. Yaqinlashib kelayotgan muhim sanani unutmang, 10 may. Aynan shu sanagacha siz to'rtta asosiy hujjatni, to'rtta muhim ma'lumotnomani qo'lga kiritishingiz shart. Agar ushbu muddatdan o'tkazib yuborsangiz, keyinchalik juda katta muammolarga duch kelishingiz, jiddiy mablag'lardan mahrum bo'lishingiz yoki qo'shimcha qiyinchiliklarga duchor bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, toki bu muhim xabar imkon qadar ko'proq insonlarga yetib borsin. Muammo mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari ko'plab davlat xizmatlari va ijtimoiy imtiyozlar olish jarayoni ancha sodda, ba'zan esa nazorat kamroq edi. Odamlar ma'lumotnomalarni, hujjatlarni shunchaki taqdim etishardi va ular ko'pincha shakliy tusga ega bo'lib, chuqur tekshirilmasdi. Ba'zi hujjatlar umuman talab qilinmasdi yoki ularning amal qilish muddati ancha uzoq bo'lardi. Masalan, bir oilaning ijtimoiy ahvolini baholash uchun mahalla fuqarolar yig'inining oddiygina bir ma'lumotnomasi yetarli bo'lar edi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar ham doimo ham aniq va shaffof tarzda tekshirilmasdi. Bu holatda albatta ayrim hollarda imtiyozlar, yordamlar haqiqatda ehtiyoji bor bo'lmagan shaxslarga ham berilishi mumkin edi, yoki aksincha, haqiqiy muhtojlar byurokratik to'siqlar tufayli yordamdan bebahra qolishi mumkin edi. O'tgan yillar davomida bu tizimda kamchiliklar egilib qoldi. Bu esa davlat budjetiga ham, fuqarolarning ishonchiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgargan. Davlatimiz ijtimoiy adolatni ta'minlash, budjet mablag'larining shaffof va manzilli sarflanishini yo'lga qo'yish maqsadida juda jiddiy islohotlarni amalga oshirdi. Endi har bir ijtimoiy to'lov, har bir imtiyoz, har bir yordam faqatgina haqiqiy ehtiyojga qarab va aniq mezonlar asosida beriladi. Bu esa har bir fuqarodan o'z ma'lumotlarni to'liq, aniq va ishonchli tarzda taqdim etishni talab qiladi. Eng muhimi, bir qator muhim ma'lumotnomalarning amal qilish muddati qisqartirilgan va ularni muntazam yangilab turish zarurati paydo bo'lgan. Ayniqsa, yaqin kelajakda amalga oshiriladigan ba'zi ijtimoiy dasturlar va imtiyozlar uchun aynan shu to'rtta ma'lumotnoma yangi talablar asosida qayta rasmiylashtirilishi shart qilib qo'yilgan. 10 may sanasi esa ushbu yangilangan ma'lumotnomalarni taqdim etishning oxirgi muddati etib belgilangan. Bu sanadan keyin taqdim etilgan ma'lumotnomalar ayrim dasturlar uchun qabul qilinmasligi yoki ularning ko'rib chiqilish muddati sezilarli darajada kechikishi mumkin. Keling, har bir ma'lumotnoma haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Bu sizga nimani bilishingiz kerakligi, kim tashvishlanishi kerakligi va kimga bu talablar tegishli emasligi haqida to'liq tushuncha beradi. Birinchi asosiy ma'lumotnoma, daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma eng muhimlardan biridir, chunki ko'plab ijtimoiy imtiyozlar, subsidiyalar va davlat yordamlari aynan oilaning yoki shaxsning daromadi miqdoriga qarab belgilanadi. Avvallari ish joyidan beriladigan oddiygina ma'lumotnoma ko'pchilik hollarda yetarli bo'lardi. Ammo endi yangi tizim shaffoflikni va aniqlikni talab qilmoqda. Endi daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma faqatgina ish joyidan olingan oylik maoshni emas, balki shaxsning barcha turdagi daromadlarini, jumladan tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlarni, mulk ijarasidan tushgan pullarni, chet eldagi daromadlarni va hatto ba'zi bir norasmiy daromadlarni ham o'z ichiga olish kerak. Bu ma'lumotnoma soliq inspeksiyasining elektron bazasidagi ma'lumotlarga asoslangan bo'lishi shart. Kim tashvishlanishi kerak? Agar siz nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz, bola parvarishlash nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiya, talabalar uchun grantlar yoki boshqa shu kabi davlat yordamlarini olayotgan bo'lsangiz yoki ular uchun ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, ushbu ma'lumotnomani yangilashingiz shart. Misol uchun, agar sizning oilangizda 3 ta farzand bo'lib, siz avvaldan kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turgan bo'lsangiz va har oyda davlat tomonidan moddiy yordam olib turgan bo'lsangiz, eski daromad ma'lumotnomangiz endi yetarli bo'lmasligi mumkin. Yangi qoidaga ko'ra, sizning oilangizdagi har bir ishga layoqatli a'zoning so'nggi 12 oylik daromadi to'liq aniqlanishi va bu asosda umumiy daromad aniqlanishi kerak.
Tasavvur qiling, opa-singil Dilbar va Gulnora ikkalasi ham farzand parvarishi uchun nafaqa oladi. Dilbarning eri yaqinda chet elda ishlashni boshladi va uning daromadi sezilarli darajada oshdi, lekin u bu haqda hech qayerga xabar bermagan edi. Gulnoraning oilasida esa o'zgarish bo'lmadi. Agar Dilbarning oilasi 10 maygacha daromad ma'lumotnomasini yangilamasa va unda erining daromadi aks etmasa, uning nafaqa to'lovlari to'xtatilishi yoki hatto ortiqcha olingan mablag'lar qaytarib olinishi talab qilinishi mumkin. Shu bilan birga, agar uning daromadi belgilangan chegaradan oshib ketgan bo'lsa, u nafaqadan butunlay mahrum bo'lishi ehtimoli bor. Gulnora esa o'z daromad ma'lumotnomasini o'z vaqtida taqdim etib, o'zining ijtimoiy himoyasini ta'minlab qolishi mumkin. Kim tashvishlanmasligi kerak? Agar siz davlatdan hech qanday ijtimoiy yordam yoki imtiyoz olmasangiz, shuningdek, kredit olish yoki boshqa shaxsiy moliyaviy operatsiyalar uchun bu ma'lumotnomani talab qilinmasa, hozircha tashvishlanishingiz shart emas. Lekin baribir kelajakda kerak bo'lib qolishi mumkinligini inobatga olgan holda tayyor bo'lishingizni maslahat beraman. Ikkinchi asosiy ma'lumotnoma, mulkchilik huquqi to'g'risida ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma ham ijtimoiy yordam olishda juda katta ahamiyatga ega bo'lib, avvallari asosan ko'chmas mulk obyektlari, uy, yer uchastkasi haqida ma'lumot o'z ichiga olar edi. Endi esa bu ma'lumotnomaning qamrovi kengaytirilgan. U endi sizga tegishli bo'lgan har qanday turdagi mulkni, jumladan avtotransport vositalarini, qimmatli qog'ozlarni, yirik chorva mollari va boshqa qimmatbaho aktivlarni ham o'z ichiga olishi shart. Bu ma'lumotnomalar kadastr agentligi, davlat xizmatlari markazlari va soliq inspeksiyasi ma'lumotlar bazalariga asoslanib shakllantiriladi. Kim tashvishlanishi kerak? Agar siz uy-joy sharoitlarini yaxshilash dasturlarida qatnashayotgan bo'lsangiz, kam ta'minlangan oila maqomiga ega bo'lsangiz, subsidiya asosida uy-joy sotib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, yer uchastkasi olish uchun arizalar bergan bo'lsangiz yoki soliq imtiyozlari olishni istasangiz, ushbu ma'lumotnomani yangilashingiz juda muhim. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi bir oila kam ta'minlangan deb hisoblanib, subsidiya asosida arzon uy-joy olish navbatida turgan edi. Oila boshlig'i Bobur akamiz ilgari qishloqda otasidan meros qolgan kichik bir yer uchastkasiga ega edi. Ammo bu haqda hech qanday hujjatlarda rasman ko'rsatilmagan edi. Yangi qoidalar bo'yicha endi bu mulk ham hisobga olinadi. Agar Bobur aka 10 maygacha ushbu yer uchastkasi to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etmasa va uning mulk holati to'liq aks ettirilmasa, u uy-joy navbatidan chiqarib yuborilishi yoki subsidiyadan mahrum bo'lishi mumkin. Yana bir misol, fermer xo'jaligi rahbari Akbar ota yer soligi bo'yicha imtiyozlardan foydalanib kelayotgan edi. Endi uning nomidagi barcha qishloq xo'jaligi texnikalari, yirik chorva mollari ham ushbu ma'lumotnomada aks etishi talab etiladi. Agar bu ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, uning soliq imtiyozlari qayta ko'rib chiqilishi va u ortiqcha to'lovlar bilan duch kelishi mumkin. Bu kabi holatlar juda ko'p uchraydi va natijada odamlar nafaqat o'z huquqlaridan mahrum bo'lishadi, balki ba'zan moddiy zarar ham ko'rishadi. Kim tashvishlanmasligi kerak? Agar sizda birgina asosiy yashash joyingizdan boshqa hech qanday mulk bo'lmasa va yuqorida sanab o'tilgan imtiyozlarga da'vogar bo'lmasangiz, shoshilish shart emas. Lekin baribir o'zingizga tegishli mulklar ro'yxati to'g'riligini va davlat bazalarida barcha ma'lumotlar aniq aks etganligini tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Uchinchi asosiy ma'lumotnoma, tibbiy ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma ham yangilangan talablar bilan taqdim etilishi kerak. Avvallari tibbiy ma'lumotnomalar asosan kasalliklar, statsionar davolash yoki nogironlik holatini tasdiqlash uchun xizmat qilgan. Hozir esa bu ma'lumotnomaning shakli va mazmuniga jiddiy o'zgarishlar kiritilgan. Endi u nafaqat kasallik yoki nogironlik faktini tasdiqlaydi, balki shaxsning umumiy salomatligi holati, davriy tekshiruvlardan o'tganligi, ayrim surunkali kasalliklarning dinamikasi va zaruriyat tugilsa, qo'shimcha tibbiy yordamga muhtojligi haqida ham batafsil ma'lumot beradi. Bu ma'lumotnomalar Sog'liqni saqlash vazirligi va Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi (TIEK) ma'lumotlariga asoslanadi. Kim tashvishlanishi kerak? Agar siz nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz, sanatoriy kurortga bepul yollanma olish huquqiga ega bo'lsangiz, ayrim dori vositalari uchun imtiyozli retseptlar olsangiz, o'ziga qaray olmaydigan qarindoshiga qaraydigan shaxs sifatida ijtimoiy yordam olsangiz yoki maxsus tibbiy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan bo'lsangiz, ushbu ma'lumotnomani yangilashingiz shart.
Misol uchun, Mirjalol ismli yigit uzoq yillardan buyon nogironlik nafaqasi olib keladi. Uning tibbiy ma'lumotnomasi har yili yangilanib turardi, ammo endi bu yangilash jarayoni yanada chuqurlashtirilgan. Avvallari uning nogironlik guruhini tasdiqlovchi oddiy bir qog'oz yetarli bo'lardi. Endi esa on maygacha u TEK tomonidan belgilangan yangi talablar asosida qayta tekshiruvdan o'tishi va uning salomatligi haqida to'liq, kengaytirilgan ma'lumotnoma olish kerak. Agar u buni o'z vaqtida qilmasa, uning nafaqa to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi yoki hattoki qayta ko'rib chiqilishiga olib kelishi mumkin. Yoki ayrim surunkali kasalliklarga chalingan fuqarolar uchun bepul yoki imtiyozli dori-darmonlar ajratish bo'yicha yangi dastur ishga tushirilgan bo'lishi mumkin. Bu dasturda qatnashish uchun ham yangilangan tibbiy ma'lumotnoma talab qilinadi. Ba'zi oilalarda esa o'ziga qaray olmaydigan qarindoshlarga gamxo'rlik qilayotgan shaxslar uchun qo'shimcha ijtimoiy yordam beriladi. Bu yordamni olishni davom ettirish uchun ham gamxo'rlik qilinayotgan shaxsning sog'ligi haqidagi ma'lumotlar 10 maygacha yangi talablar asosida rasmiylashtirilishi shart. Kim tashvishlanmasligi kerak? Agar sizda hech qanday surunkali kasalliklar, nogironlik holati bo'lmasa va yuqorida sanab o'tilgan imtiyozlarga da'vogar bo'lmasangiz, hozircha bu ma'lumotnomani olishga shoshilishingiz shart emas. Lekin har qanday holatda ham har yili profilaktik tibbiy ko'riklardan o'tib turish va o'z salomatligingizni nazorat qilish juda muhim. 4-asosiy ma'lumotnoma, oilaning tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma deyarli barcha ijtimoiy yordam turlari uchun asos hisoblanadi. Avvallari bu ma'lumotnomani olish ancha oson edi. Mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan beriladigan bir varaq qog'oz yetarli bo'lardi. Hozir esa bu ma'lumotnomani shakllantirish jarayoni yanada aniqlashtirilgan va u faqatgina fuqarolarning pasport ma'lumotlariga, nikoh va tug'ilish guvohnomalariga asoslanib qolmasdan, balki yagona milliy axborot tizimi, ijtimoiy himoya yagona reyestri ma'lumotlari bilan ham solishtirilib, tasdiqlanadi. Ma'lumotnoma oilaning har bir a'zosi haqida, jumladan uning yoshi, qarindoshlik darajasi, yashash manzili va fuqarolik holati haqida to'liq ma'lumotni o'z ichiga olish kerak. Kim tashvishlanishi kerak? Agar siz bola tug'ilishi uchun bir martalik nafaqa olmoqchi bo'lsangiz, bolasini 2 yoshga to'lgunicha parvarish qilgani uchun nafaqa olsangiz, ko'p bolali oila maqomiga ega bo'lsangiz, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam uchun murojaat qilgan bo'lsangiz yoki uy-joy sharoitlarini yaxshilash dasturlarida qatnashayotgan bo'lsangiz, ushbu ma'lumotnomani yangilashingiz shart. Misol uchun, Farg'onada yashovchi yosh oila yaqinda farzandli bo'ldi. Ular bir martalik bola puli olish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishdi. Lekin ularning eski oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnomasi 10 maygacha yangilanmagan bo'lsa, ularning arizasi ko'rib chiqilmasligi yoki bu to'lov kechiktirilishi mumkin. Sababi shundaki, yangi tizimda oilaning tarkibi, undagi har bir a'zoning maqomi va ularning yashash manzili to'liq aniqlanishi shart. Agar birorta a'zo boshqa manzilda ro'yxatda tursa-yu, bu yangi ma'lumotnomada aks etmasa, butun ariza rad etilishi mumkin. Yoki 4 farzandi bor Shahnoza opaning oilasi ko'p bolali oila sifatida imtiyozlar olib kelardi. Ular o'zlarining oila tarkibi haqidagi ma'lumotnomani 10 maygacha yangilamasalar, ularning imtiyozlari qayta ko'rib chiqilishi va hattoki bekor qilinishi ham mumkin. Chunki hozirda har bir oila a'zosining haqiqiy yashash manzili va doimiy ro'yxatda turish joyi yangi talablarga muvofiq tekshiriladi. Kim tashvishlanmasligi kerak? Agar siz hech qanday ijtimoiy yordam turlarini olmasangiz va sizga oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma talab qilinmasa, shoshilishingiz shart emas. Lekin oilaning tarkibida o'zgarishlar, tug'ilish, nikoh, ajrashish, o'lim bo'lsa, tegishli idoralarga o'z vaqtida xabar berib, ma'lumotlarni yangilab borish har doim muhimdir. Qoidalarga istisnolar, qaltis jihatlar va ko'zdan panada qoladigan nozikliklar. Hamma uchun universal yechim bo'lmasligi tabiiy. Ba'zi hollarda bu qoidalarga istisnolar mavjud bo'lishi mumkin yoki ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Keling, ularni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, vaqtinchalik ro'yxatda turish yoki doimiy yashash joyining farqi. Daromad va mulk ma'lumotnomalarida sizning doimiy yashash manzilingizdagi ma'lumotlar aks etadi. Ammo agar siz vaqtinchalik ro'yxatda turgan boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz va u yerdan ijtimoiy yordam olishga harakat qilsangiz, bu muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Yangi tizimda bu ma'lumotlar elektron tarzda solishtiriladi va agar nomuvofiqlik bo'lsa, sizning arizangiz rad etilishi mumkin. Misol uchun, Miraziz ismli yigit Toshkent shahrida doimiy ro'yxatda turadi, lekin ishlash maqsadida Buxoroda vaqtinchalik yashaydi. U Buxoro viloyatida yashayotganini ko'rsatib, u yerda imtiyozli kredit olmoqchi bo'ldi. Ammo uning doimiy ro'yxatga olingan manzili Toshkent bo'lganligi sababli uning arizasi rad etildi. Chunki ma'lumotnomalar doimiy yashash joyi bo'yicha beriladi va mos kelmaslik yuzaga keldi. Bu yerda yechim tegishli hududda doimiy ro'yxatga turish yoki agar iloji bo'lmasa, har bir hujjatda bitta manzilni ko'rsatish va bu masalada avvaldan davlat xizmatlari markazlari yoki mahalliy hokimiyat organlari bilan maslahatlashishdir. Ikkinchidan, ma'lumotnomalarning amal qilish muddati. Yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotnomalarning ko'pchiligi endi cheklangan muddatga amal qiladi. Masalan, 1 oy, 3 oy yoki 6 oy. 10 maygacha olingan ma'lumotnoma aynan shu sanadan keyingi jarayonlar uchun mo'ljallanganligini tushunish muhim. Ammo agar siz ushbu ma'lumotnomalarni 10 mayda olsangiz va ular 3 oyga amal qilsa, keyingi 3 oydan so'ng yana yangilashingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik buni bir marta olib, keyinchalik unutib qo'yadi va keyingi safar murojaat qilganda hujjatining amal qilish muddati o'tib ketgan bo'ladi. Bu esa jarayonni boshidan boshlash, qo'shimcha vaqt va mablag' sarflashga olib keladi. Misol uchun, Dilorom opa har chorakda kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordamni olib turadi. U 10 maygacha barcha ma'lumotnomalarni yangiladi va o'z vaqtida topshirdi. Lekin keyingi chorakda yordam olish uchun yana murojaat qilganida, uning daromad ma'lumotnomasining amal qilish muddati o'tib ketganligi sababli qayta yangilashga majbur bo'ldi. Bu esa uning moddiy yordamni olishini bir necha haftaga kechiktirdi. Uchinchidan, elektron tizim va inson omili. Bugungi kunda ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlar orqali avtomatlashtirilgan holda shakllantirilmoqda. Bu jarayonni tezlashtiradi va inson omilini kamaytiradi. Ammo shunga qaramay elektron tizimlarda ham xatolar bo'lishi mumkin. Ba'zan shaxsning ma'lumotlari bazalarida noto'g'ri aks etgan bo'lishi mumkin. Masalan, familiya xatosi, tugilgan sana xatosi yoki mulk ma'lumotlari noto'g'ri ko'rsatilgan. Shuning uchun sizga beriladigan har qanday ma'lumotnomani diqqat bilan tekshirishingiz, har bir harf, har bir raqamning to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Agar xato topsangiz, zudlik bilan tegishli idoraga murojaat qilib tuzattirishingiz lozim. Aks holda, kichik bir xato ham sizning arizangiz rad etilishiga yoki juda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, Feruza ismli ayolning pasportida familiyasi Ahmedova deb yozilgan bo'lsa-da, soliq bazasida Ahmedova deb kiritilgan edi. U daromad ma'lumotnomasini davlat xizmatlari markazidan olganida, unda ham Ahmedova deb chiqdi. Bu kichik farq tufayli u bola puli olish uchun bergan arizasi rad etildi, chunki hujjatlardagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasdi. Xatoni tuzatish uchun unga bir necha hafta vaqt ketdi va bu orada u bolasi uchun nafaqadan mahrum bo'lib turdi. 4-dan, norasmiy daromadlar va deklaratsiyalar. Hozirgi tizimda nafaqat rasmiy ish joyidan olingan daromadlar, balki boshqa manbalardan tushgan daromadlar ham hisobga olinishi mumkin. Agar siz ozozini band qilgan shaxs bo'lsangiz, uy sharoitida ish yuritadigan bo'lsangiz, masalan, tikuvchilik, pazandachilik, repetitorlik va hokazo va daromadingizni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, bu sizning ijtimoiy yordam olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Davlat endi fuqarolarning real daromadlarini aniqlashga intilmoqda. Agar sizning real daromadingiz davlat tomonidan belgilangan minimal daromaddan yuqori bo'lsa, siz kam ta'minlangan oila maqomidan mahrum bo'lishingiz yoki ayrim imtiyozlarni yo'qotishingiz mumkin. Bu yerda siz o'z daromadingizni qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirish yoki soliq organlari bilan maslahatlashib, to'g'ri deklaratsiya qilish yo'llarini o'rganishingiz muhim. Norasmiy daromadlarni yashirish kelajakda soliq muammolariga yoki ijtimoiy yordamni noqonuniy olganlik uchun javobgarlikka olib kelishi mumkin. 5-dan, mulkni ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammolar. Ba'zi fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan mulkni, masalan, yer uchastkasi, uyning bir qismi, avtomobil rasman o'z nomlariga o'tkazmasdan uzoq vaqt foydalanib kelishadi. Bunday mulk davlat bazalarida sizning nomingizda ko'rinmasligi mumkin. Bu esa mulk ma'lumotnomasi olganingizda ma'lumotlar noto'g'ri yoki to'liq emasligini ko'rsatishi mumkin.
Agar sizga tegishli bo'lgan mulk ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa, siz zudlik bilan kadastr agentligi yoki tegishli idoralar bilan bog'lanib, uni rasmiylashtirishingiz kerak. Aks holda, kelajakda soliq imtiyozlari, subsidiyalar yoki boshqa ijtimoiy yordamlarni olishda jiddiy to'siqlarga duch kelishingiz mumkin. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Endi eng muhimiga o'tamiz. 10 maygacha ushbu to'rtta ma'lumotnomani olish uchun nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak va nima yozish kerak? 1. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma. Qayerga borish kerak? Siz davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz mumkin. Bu ma'lumotnoma endi ko'pincha elektron tarzda Soliq inspeksiyasining ma'lumotlar bazasidan olinadi. Agar siz yollanma ishchi bo'lsangiz, ish joyingizning buxgalteriyasi orqali ham olishingiz mumkin. Ammo eng ishonchli va yangi talablarga mos keladigani DXM orqali olinganidir. Qanday hujjatlar kerak? Faqatgina pasportingizni olib borishingiz kifoya. Agar sizda STIR, soliq to'lovchining identifikatsiya raqami bo'lsa, u ham kerak bo'lishi mumkin. Lekin pasport ma'lumotlaringiz orqali ham barcha ma'lumotlar topiladi. Sizdan boshqa hech qanday hujjat talab qilinmasligi kerak, chunki ma'lumotlar elektron bazadan olinadi. Nima yozish kerak? DXM xodimiga daromadlarim to'g'risida ma'lumotnoma kerak desangiz, u sizga tegishli shaklni to'ldirishga yordam beradi. Arizada odatda shaxsiy ma'lumotlaringiz va qaysi muddat uchun ma'lumotnoma kerakligi ko'rsatiladi. Odatda oxirgi 2 oy. 2. Mulkchilik huquqi to'g'risida ma'lumotnoma. Qayerga borish kerak? Bu ma'lumotnomani ham davlat xizmatlari markazlaridan olish eng qulay yo'l. Ma'lumotlar kadastr agentligi va soliq inspeksiyasining yagona elektron bazasidan olinadi. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz. Agar sizga tegishli ko'chmas mulk, uy, yer yoki avtomobilning kadastr hujjatlari, texnik pasporti bo'lsa, ularni ham o'zingiz bilan olib boring. Ba'zan tizimda xatoliklar bo'lganda, ularni tekshirish uchun kerak bo'lishi mumkin. Nima yozish kerak? DXM xodimiga menga o'zimga tegishli mulkchilik huquqi to'g'risida ma'lumotnoma kerak deb ayting. Arizada sizga tegishli barcha turdagi mulklar, ko'chmas mulk, avtotransport va boshqalar haqida ma'lumotlarning aks etishini so'rashingiz shart. 3. Tibbiy ma'lumotnoma. Qayerga borish kerak? Bu ma'lumotnomani olish jarayoni biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda o'zingizga biriktirilgan oilaviy poliklinika, qishloq joylarda qishloq vrachlik punktiga murojaat qilishingiz kerak. Agar sizda nogironlik holati mavjud bo'lsa, sizni tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi (TIEK) ga yo'naltirishadi. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz, tibbiy daftarcha, agar mavjud bo'lsa, avvalgi kasallik tarixi va laboratoriya tahlillari natijalari. Nogironlik holati mavjud bo'lsa, avvalgi TIEK xulosalarini ham olib boring. Nima yozish kerak? Poliklinikada shifokorga yangi talablar asosida tibbiy ma'lumotnoma kerak deb ayting va uning qaysi maqsadda, masalan, nogironlik nafaqasini qayta rasmiylashtirish uchun kerakligini tushuntiring. Shifokor sizni tegishli tekshiruvlardan o'tkazadi va ma'lumotnomani rasmiylashtiradi. TIEKga borishingiz kerak bo'lsa, ular sizni qayta komissiyadan o'tkazishadi. 4. Oilaning tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma. Qayerga borish kerak? Ushbu ma'lumotnomani davlat xizmatlari markazlari yoki mahalla elektron tizimi orqali olish mumkin. Ko'pchilik uchun DXM qulayroq. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz, nikoh guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa, farzandlaringizning tugilish guvohnomalari. Agar oila a'zolaridan kimdir boshqa manzilda vaqtinchalik ro'yxatda turgan bo'lsa, uning pasportining nusxasi ham kerak bo'lishi mumkin. Nima yozish kerak? DXM xodimiga oilam tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma kerak desangiz, u sizga blankani to'ldirishda yordam beradi. Arizada barcha oila a'zolarining ism-sharifi, qarindoshlik darajasi va pasport ma'lumotlari to'liq ko'rsatiladi. Ayniqsa, haqiqiy yashash manzili davlat reyestrlaridagi ma'lumotlarga mos kelishi juda muhim. Unutmang, bu jarayonlarni 10 maygacha yakunlashingiz kerak. Oldindan borib, barcha hujjatlarni tayyorlab qo'yishni maslahat beraman, chunki oxirgi kunlarda navbatlar ko'payishi, tizimda uzilishlar bo'lishi mumkin.
Agar barcha hujjatlarni onmaygacha oz vaqtida topshirsangiz, sizning huquqlaringiz himoyalanadi va kelajakda hech qanday muammolarsiz davlat yordamlaridan foydalanishda davom etasiz. Xulosa va yakuniy chorlov. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi videoda sizlarga onmaygacha olishingiz shart bo'lgan 4 ta muhim ma'lumotnoma haqida batafsil ma'lumot berdim. Bular daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, mulkchilik huquqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, tibbiy ma'lumotnoma va oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ularning har biri sizning ijtimoiy himoyangiz, davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar va yordamlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Yangi tizimda bu hujjatlarning ahamiyati yanada ortgan, ularga qo'yilgan talablar ham kuchaytirilgan. Ushbu muddatni o'tkazib yuborish sizning moliyaviy ahvolingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi, huquqlaringizdan mahrum bo'lishingizga yoki ortiqcha qiyinchiliklarga duch kelishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun, iltimos, oz vaqtingizni va e'tiboringizni ayamasdan hoziroq harakatni boshlang. Bu videoda keltirilgan ma'lumotlar haqida o'z fikringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Eng muhimi, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.